O'zbekiston jahon chempionatidan chiqib ketdi. O'zbekiston jamoasi o'zining tarixiy jahon chempionati ishtirokini 2026 gada yakunladi. Hal qiluvchi o'yinda jamoa DR Kongoga 3-1 hisobida yutqazib, play-offga chiqish imkoniyatini yo'qotdi. O'yinning boshlanishi o'zbek muxlislariga umid bag'ishladi. Birinchi bo'limdayoq jamoa sardori Eldor Shomurodov hisobni ochdi va O'zbekiston tarixiy g'alaba uchun kurashishi mumkin edi. Ammo tanaffusdan keyin hammasi o'zgardi. Dastlab Yoan Vissa penaltini amalga oshirib hisobni tenglashdi. Keyin Feston Mayle DR Kongoni oldinga olib chiqdi va qo'shib berilgan vaqtda Vissa yana bir gol qandaydi. O'zbekiston terma jamoasi uchun bu mag'lubiyatlar ketma-ket 3-chisi bo'lib, ochko'siz jahon chempionatini yakunladi. Biroq DR Kongo tarixida ilk bor jahon chempionatidagi g'alabasini qo'lga kiritib, play-offga chiqdi va u yerda Angliyaga